Assalomu alaykum. Men G'alib Hamra, Texta shahrida yashayman. Men bilan ormanda grija bor. 1.2 million. Ağır holatda Texta shahrining politsiyasiga kelganman. Shu yerda Murat aka degan doktorga uchraganman. Shu tabletkani tavsiya qildi. Ishdim, Xudoga shukr, yaxshi. 47 kun ishdim bugun. 47-kun nasib bo'lsa. İnşallah sağ. Mana ağırlıklar kamaydi, başta yo'q hisobi. Ağır holatda keldim. Hasanimni yuratib edim. Juda ağır holatda keldim to'g'risi. To'g'risini aytganda hojatxonaga zo'rg'a borar edim. Og'riqdan yana. Chidash mumkin emas edi. Hozir yaxshi, Xudoga shukr. Mana shamazonda turib ko'rsataman.